Bugun sizlarga o'zim juda ham yoqtirgan va shuningdek juda ham foydali bo'lgan retsept bilan bo'lishmoqchiman. Bu chia puding retsepti. Chia'ni foydalari juda ham ko'p. Hozirgi kunda ko'plab retseptlarni topishingiz mumkin. Chia'ni birinchi o'rinda foydasi bu omega 3 yog'larga boyligi. Hozirgi kunda ratsionimizda omega 3 yog'lar juda ham kamayib ketgan, qisqarib ketgan, o'rnini esa omega 6 yog'lar ko'payib ketishini hisobiga organizmda turli xil muammolar paydo bo'lishi kuzatilmoqda. Aynan omega 3 bizga miya faoliyatiga, asab tizimi faoliyatiga juda ham zarur va aynan mana shu chia urug'larida omega 3 juda ham ko'p miqdorda uchraydi. Keyingisi bu antioksidantlar. Chia urug'ida juda ham ko'p miqdorda antioksidantlarni topishimiz mumkin. Bu kichkina soldatiklar desak ham bo'ladi, bizning organizmimizdagi hujayralarni himoya qilishadi. Va chia urug'i bu ajoyib kletchatka manbai, oqsil manbai. Aynan ichaklarimiz faoliyatini yaxshilab berish uchun, qabziyatda yoki yana boshqa ichak muammolarida mikroflorani tiklashda juda ham zo'r yordam beradi. Agar har kuni yoki hech bo'lmaganda kunora mana shu retseptni hayotingizga tatbiq qilsangiz, o'zgarishlarni yaqqol 2-3 haftadan keyin sezishni boshlaysiz. Kletchatka miqdori juda ham yuqori darajada va 1 stakan yegan chia pudingingiz sizni kunlik kletchatka normangizni yarmini ham qoplab berishi mumkin. Demak, boshladik. Men chiani, ko'pchilik chiani suvga yoki sutga, kokos sutiga tayyorlashadi. Men aynan qatiqga tayyorlashni yaxshi ko'raman. Juda ham mazali chiqadi mana shunaqa variantda va qatiqga tayyorlanganda bizda qatiqda, kefirda laktobakteriyalar ham bor. Bu qo'shimcha ravishda sizni ichaklaringiz uchun foydali bo'ladi. Mana shunaqa kichkina banочкаlarga bir nechta tayyorlab qo'yaman va har kuni olib iste'mol qilaman. Yoki o'sha oila a'zo, boshqa oila a'zolariga ham buni baham ko'rishga bemalol berish mumkin bo'ladi. Demak, bizga kerak bo'ladi mana shunaqa idishlar, har qanaqa banочкаlar, faqat o'sha qopqoqli bo'lishi kerak. Qatiq yoki kefir xohlaganingizdan foydalanishingiz mumkin va albatta chia urug'lar. Bu banочкам menda 180 ml. Bu yoqqa taxminan 1 choy qoshiq chia qo'shaman. Qatiq va kefir quyuq bo'lgani sababli ozroq chia qo'shaman. Agar siz sutga yoki suvga tayyorlaydigan bo'lsangiz, 1 osh qoshiq chia qo'shsangiz ham bo'ladi. Demak, taxminan 1 choy qoshiq chia solamiz va buni ustiga qatiqni solib to'ldiramiz. Antibiotika terapiyadan keyin aynan mana shu juda ko'p uchraydi. Ichak buzilishi faoliyati antibiotiklardan keyin mana shunaqa holatlarda ham bu juda ham yordam beradi. Aynan antibiotiklar olayotgan paytingizda, antibiotiklardan keyin mana shu retseptni tayyorlab, o'zingizga yoki farzandingizga bemalol ratsioningizga qo'shsangiz bo'ladi. Ichaklarni tiklanishiga, mikroflora tiklanishiga yordam beradi. Yaxshilab aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Teglarida qolib ketishi kerak emas. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Juda ham oson retsept, lekin juda ham mazali. Ko'p uchrataman, suvga tayyorlab, buqtirib, keyin ertalab ichishni ba'zi bir mutaxassislar tavsiya qilishadi, lekin mazali qilib ichishni iloji bor bo'lganda nima keragi bor? O'zingizni qiynab, yoqtirmaydigan usulda iste'mol qilishni. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi buni qopqog'ini yaxshilab yopib, bir kechaga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Bir kecha kutamiz va ertalab bizni chia pudingimiz tayyor bo'ladi. Chia pudingimiz tayyor bo'ldi. Endi buni iste'mol uchun bezatib tayyorlab olamiz. Aslida mana shunaqa holatda ham bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Istasangiz bunga asal ham qo'shishingiz mumkin. Ba'zida men desert xohlaganimda tayyorlanish jarayonida vanilin ham qo'shib yuboraman. Ta'mini juda ham ajoyib ta'm beradi. Va ko'pincha mevali variantini yoqtiraman. Sizlarga ham ko'rsatib beraman. Demak, bugun shaftolilardan foydalanishni xohladim. Istakka ko'ra banandan ham foydalanish mumkin. Hozir shaftoli mavsumiy meva bo'lgani uchun va qo'shimcha ravishda bu ham ajoyib ichaklarga, mikrofloraga yordam beradi. Kletchatka manbai. Shaftolilarni mayda qilib to'g'rab olamiz.
va har qanaqa yumshoq mevalardan foydalanishingiz mumkin. Hattoki qovundan ham foydalanish mumkin. Yumshoq mevalar bilan ancha yoqimli chiqadi. Demak, idishimizga solamiz. Tayyor chia pudingimizni ustidan solib, oralariga agar shirin ta'm xohlasangiz, asaldan ham foydalanib solishingiz mumkin. Bu juda ham mazali bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Endi buni yana qo'shimcha ravishda buta mevalari bilan ham bezatamiz. Buta mevalari ham antioksidantlarga juda ham boy va kletchatka manbai bo'lib, malina ham xizmat qiladi, juda ham yordam beradi ichaklarga va bolalar ham yaxshi ko'rib iste'mol qilishadi. Mana shunaqa ko'rinishda chia pudingimiz tayyor bo'ldi. Agar bunga qo'shimcha ravishda to'yimli bo'lishini, bundanda to'yimli bo'lishini xohlasangiz, agar mana shu idishni o'zi bilan nonushta qilayotgan bo'lsangiz, bunga albatta urug'lar ham qo'shish tavsiya qilinadi. Misol uchun bu qovoq urug'i, urug'lar o'sha yog'larga boy bo'lgani uchun kaloriyasini oshirib beradi bizni pudingimizni. Agar perikus sifatida, ya'ni tamaddi sifatida yoki mashg'ulotlardan oldin buni iste'mol qilayotgan bo'lsangiz, urug'siz, hattoki mevalarsiz o'zini iste'mol qilishingiz mumkin. Chia pudingimiz tayyor, juda ham oson, mazali. Buni bemalol baham ko'rishingiz mumkin va albatta oila a'zolaringizga va bolalaringizga ham qilib berishga harakat qiling. Chia pudingimiz tayyor bo'ldi. Menimcha ko'rinishiga 100 baho va ta'miga ham albatta 100 baho berasiz. Bu aniq, bu juda ham mazali, foydali, ayniqsa homilador ayollar uchun, bolalar uchun, umuman har qanday inson uchun bu juda ham foydali retsept va aytib o'tganimdek, qabziyat bilan aziyat chekadigan insonlar, ichaklarida muammolari bor insonlarga ham juda foydali bo'ladi. Har kungi agar ratsioningizga qo'shsangiz, qabziyatdan xalos bo'lishingiz aniq. Va mana shu kabi foydali retseptlarni yana kanalimizda qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Agar sizga ushbu retsept yoqgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Va izohlarda siz istagan retseptlarni yozib qoldiring, biz ularni qilib ko'rsatishga harakat qilamiz.